Hurmatli vatandoshlar, oila a'zolarimiz hayoti xavf ostida. Xabaringlar bor, so'nggi kunlarda yurtimizda havoni keskin ifloslanishi barchani birdek xavotirga soldi. Va men islom tarixiga ko'ra hamda ilm-fan tasdiqlagan faktlar bilan sizlarga yechimni taklif qilmoqchiman. Yechim shundan iboratki, havo chang bo'lib turgan paytda bizlarga birgina kerak bo'ladigan omil bu albatta yomg'ir. Yomg'ir qayerdan keladi? Ishoninglar, men o'zim mana shu mo'jizani shu yerda Makka mukarramada turib guvohi bo'ldim. Roppa-rosa 10 kun oldin shu Makkada jamoat bo'lib namoz o'qildi. Bu namozning nomi istisqo bo'lar ekan. Istisqo namozi o'qildida va mana shu namozdan so'ng bir necha soatlar o'tib Alloh taolo bu yerga mana bu manzarani berdi. Haqiqatan mo'jiza. Duo qilinyapti. Bir necha soatlardan so'ng ob-havolarda hech qanday yomg'ir ko'rsatmay turgan holatda Alloh taolo yomg'irni beryapti. Biz ham kelinglar birgalikda mana shu uslubni qo'llab ko'ramiz va albatta bu narsa qo'l keladi. Chunki 1400 yildan beri qo'l kelyapti. Rasululloh o'qigan, sahobalar o'qigan, hamma bu namozni o'qiganki odam bir necha soatlardan so'ng mana shu natijani olgan, yomg'ir bergan. Biz ham inshaalloh birgalikda namoz o'qisak yoki duo ijobat bo'ladigan paytlarda duo qilsak, albatta Alloh taolo bizlarga yomg'irni beradi va yurtimizdan mana shu changni forig' qiladi. Do'stlar, oila a'zolarimiz uchun, onalarimiz uchun bu muammoga befarq bo'lmaylik. Yurtboshimiz, yurtimiz mutasaddilari, faollarimiz qo'ldan kelgancha harakat qilyapti, yangi qarorlarni chiqarib. Alloh xayr qilsin ularni bu ishlarni. Bizlar ham bir chetda qolib ketmaylik, bizlar ham nimadir qilaylik. Buning uchun mana shu video va shunga o'xshash videolarga like bosib, yaqinlaringizga ulashinglar va tez orada Alloh taolodan umid qilamizki, bizlarni yurtimizga ham yomg'irni yog'dirishini va mana shu changlardan bizlarni forig' qilishini.